Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Navbatdagi oshxona mebelimizni uстановка qilib tugatib bo'ldik. Hop, razmerlariga keladigan bo'lsak, 380 joyga joylashdi oshxona mebelimiz. 320 korpus bo'ldi-da, xolodilnikni bu joyga joylashtirdik. Tepasiga keng holatda shkaflarini tayyorlab berdik. Tepalarida polkalargacha joylashtirib berildi. Xolodilnikimiz eng baland tushadigan bo'ldi. 185 ta xolodilnik tushdi bu yerga. Bu tomonida рабочий stolda foydalanadigan qilib berganmiz. Oshxonalarimiz yaxshisidan qo'yilgan mexanizmlari. Davchi mexanizm o'zini yopib oladi. Rossiyskiy stolitsasi qo'yganmiz. Stolitsamiz 308 sm-likda eng qalinidan tayyorlab berganmiz. Ular nomerlargacha keladi. Orqa farturlarini granit holatda tayyorlab berdik. Ravochi stoldan keyin mo'lka kabellasini nijabeka yaxshisidan qo'yib berganmiz. Gel dozatori sinusitlargacha bizdan bo'ldi. Bu supaqillarni joylashtirib berganmiz. Mana bu tomonda qoshiq o'likka cho'mish uchun tortmalar tayyorlab berdik. Bu joyimizga mikrofonnovka tushadi. Duxovka tushadi. Rozetkalarni chiqarib qo'yganmiz. Bu joyga gaz plitasini kesib joylab beramiz. Tepasiga bichishga tushadigan holati joylangan. Rozetkalargacha chiqarib qo'yilgan. Tepa qavatlari chuqur holatda ishlangan. 50 cm, 55 cm da. Ishlar chuqur bo'ldi. Ochilish mexanizmlari mana yaxshisidan qo'yganmiz. Xizmat qiladiganidan. Hop, endi ishimizni bonuslarini sanab o'tamiz. Bir chekkadan bitta, ikkita taxtakachu mo'lka komplekt ichida bo'ladi. Ikkinchi komplektimiz shurada ham bonus ichida bo'ladi. Bu narsasini ham qo'shib berganmiz, musulchalarini. Bu joyimiz biroz torligini hisobiga gaz balonni balkonga bu joyga qo'yaman degandi. Bunga tumba yasab berdik, mana rangiga moslab gaz balonni qo'yib, balkondan olib chiqib ishlatadi. Yana bonuslarimizdan sochiq idishlar mo'lkalar ustiga shu shulkalarni joylashtirib berdik. Ishlari keng holatda, patnislari bor, suv tomchisi patnisga tushadi. Harokat holati. Hop, ishimizni materialiga keladigan bo'lsak, rossiyskiy stolitsasi 308 qalinligida kassasi eng yaxshisini qo'yib berdik. Tosh bilan ham urganda ishlasa bo'lmaydi. 1 yildan 3 yilgacha ishimizning garantiyasi bor. Shu komplektlar ichida bo'ldi. 1 metr pagonometrini 3 million 300 ming so'mdan uстановка qilib berdik. Xolodilnik tepasi ham puliga hisoblanmasdan bonus bo'ldi. Bu ishimizni 80 metr ko'chasiga uстановка qilib berdik. 80 metr mahallasi. Yangi mebel bozor shu tomonda joylashgan, Qurg'ovoy boshida. Bu yog'i shaharga chiqib ketish zona. Mana oshxona mebelimiz. Bu ishimizni uydagilar yaxshi kunlarga ishlatsin. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, telefon nomerlarimizni yozib qoldirib qo'yamiz. To'liq ko'rinish holati